Xo'p, Hormozidan o'rganganlarim seriyasini davom ettiramiz. Biz ko'pincha nimagadir mana shu narsa ham o'xshamadi, demak, ko'rmay ham o'xshamadi degan narsa bizda ko'p va nimadir qilmoqchi bo'lsak, nimadir qo'llab ko'rmoqchi hayotimizda sal qo'llayimizga o'xshamasa, bo'ldi, bu ham o'xshamadi-yu deymizda, shunaqa deyish uchun qilamizmi deb o'ylayman. Hormozi nima deyapti? Ko'p odamlar mana shu ham ishlamadi deyish uchun qiladi, o'zi qilib ko'radi, bu ham o'xshamadi deb qo'yadi. O'zi aslida realityda sen ishlata olmading uni. Ya'ni o'zi ishlaydi, u yaxshi narsa edi, sen ishlata olmading. Ya'ni biz o'zimizdan so'rashimiz kerakki, how can I make this work for me? Men o'zimga buni qanaqa ishlatsam bo'ladi? Qanaqa mana shundan foydalana olsam bo'ladi, right? Ko'pincha bilsanglar, o'zi internetdagi hamma maslahatlarni muvaffaqiyatli odam bilan biznesmen bo'ladimi yoki men ham agar nimadir maslahat bersam, bu mani kontekstimdan kelib chiqib, ya'ni bu men shu o'ylab topgan mani hayotimning mana shu paytda o'xshab qolgan narsa yoki men shuni to'g'ri deb bildim. Men qilib ko'rdim, o'xshadi. Men shuni aytayapman. Ya'ni bu qanaqadir formula emas, mana shu aniq 100% degan narsa emas. Va eng qizig'i, ko'pchiligimiz shu maslahat bergan odamni kontekstini ignore qilamiz, ya'ni hisobga olmaymiz. Bu to'xtachi, mana bunaqa qilish kerak deyotgan bo'lsa, kimdir odam men unaqa deyotgan ekan, o'zi hayotda nima bo'lgan ekan deb ko'rmaymizda. To'g'ri qilib ko'rmoqchi bo'lamiz, o'xshamaydi bizda. Keyin aytamiz, gapiraver ekan deb. Yo'q, aslida uni kontekstini hisobga olib aytgan gaplarini qaysi qismi biz uchun foydali? Ya'ni what piece is useful bizga, right? Shuni bilib olishimiz kerak va qolganini ignore qilsak bo'ladi. Ya'ni nimadirda, to'g'ri, mana shu qismi haqiqatan menga mos bo'lsa kerak. Murod Nazarov nimadir intervyularda nimadir qilaman boshqa. Ya'ni aytadi-yu, boy odamlar hammasi anaqada yurar ekan. Shopper olib yurar ekan yoki biladim, o'zini private anaqalari bor ekan, samolyotlari bor bo'lsa, bu mana shu private samolyot olishim kerak ekanda, misol. Bu anaqa-yu. Noto'g'ri xulosa olasiz u jarayondan-da, vaziyatdan. Biz mana shu narsa ham kerak bizga, ya'ni biz to'g'ri vaziyatdan to'g'ri xulosa ham chiqara olishimiz kerak. Nimadir olib turib, bo'ldi, mana shunaqa ekan emasam deb emas, yo'q, rostdan shunaqami? Hammadanmi, har doim mana shu bu nima sabab bo'lgan o'zi? Ya'ni tahlil qila olishimiz kerak. Va menga bu gapni eshitganda juda katta ta'sir qildi. Agar biz o'rgangan narsamiz, ko'rgan narsalarimizni qaysinisini ishlatish, qaysinisini ishlatmaslikni o'zimiz hal qila olish qobiliyati bo'lmasa bizda, nimadir narsa video ko'rdik YouTubedan, nimadir yoki kitobdan nimadir narsa o'qidikda, mana shuni qaysinisi menga foydali ekan, qaysinisi kerak emas ekan deb turib yoki buni qanaqa men qo'lla olar ekanmi, qaysi joyini ignore qilsam bo'ladi degan qobiliyat bizda bo'lmasa, deyapti, you will never win. Hech qachon yutmaysan, hech qachon hech narsaga erisha olmaysan. Deyapti Alex, aytib, men birinchi eshitganimda yutib chunki haqiqatdan ham noise anaqa bor, noise versus signal da. Bu raqami prosta shovqimi yo haqiqatan normal narsami? Da, shu narsani bila olish degan qobiliyat haqiqatan bizga kerak ekan. Va mana shu noiselarga uchmaslik uchun bitta zo'r iqtibosini keltirmoqchiman. Nima xohlashingni top, birinchi, figure out what you want. Boshqalarning fikrlarini ignore qil, ignore the opinions of others. Va shunchalik ko'p ish qilginki, ya'ni shunchalik ko'p harakat qilginki, seni muvaffaqiyatsizlikka uchrashing mantiqsiz bo'lib qolsin. Anaqa unreasonable bo'lib qolsin, seni fail bo'lishing. Undan keyin o'zi unchalik emas, ya'ni shunchalik arziydigan narsa emas ekan deb o'zi tushunib yetasan shundan keyin, erishgandan keyin va erishdingmi, endi boshqalarga ham yordam ber. Help others once you get there. Bordingmi, endi ularga boshqalarga yordam berishni boshladigan. Eng qiziq joyi, biz haqiqatan ham mana shu narsa baxtli qilsa kerak, mana shu narsa meni muvaffaqiyatli qilsa kerak degan narsalarimiz ko'piga erishib bo'ldik, lekin hali anaqa emas, muvaffaqiyatli deb o'ylamayapmiz o'zimizni yoki biz kutganchalik baxtli emasmiz hali. Ya'ni baxt hali ham uzoqroqda deb ko'ryapmiz. Xo'p,
haqiqatdan ham siz nimani xohlashingizni bilganingizdan keyin unga erishish o'zi oson bo'lib qoladi deyarli. Faqat mana shu yo'lda o'sha boyagi ikkinchi qismi, iqtibosning ikkinchi qismi ignore the opinions of others. Boshqalarning fikrini ignore qil degan joyi bizani eng qiynaydigan joy, ya'ni meni qiynaydigan joy. Agar siz ham shu qiynasa, ya'ni shu videoni bekor ko'rmayotgan bo'lsangiz kerak, siz ham shu qiynayotgan bo'lsa, mana shuni demak yengish kerak. Va qanaqa yengamiz? O'sha boyagi bundan oldingi gap 2 tami, 3 ta video aynan mana shu haqida bo'ldi. Va o'zing mana nima qilyapsan o'zing? Faqat shu videoni olib gapirib beryapsanmi desangiz, birinchidan videoni olib gapirib beryapman. Va chunki bu o'zim ham yaxshi esimda qoladi, men yozib olganman, yozgan notlarimdan qarab gapirib beryapman hozir. Va endi bir marta gapirib qo'ydim shu narsani, men shunaqa ham deyapman. Endi o'zim ham amal qilishim osonroq bo'ladi va mana shuni o'zi qilish, mana shuni boshlashni o'zi mana shu boyagi boshqalarning fikrini qasddir ma'noda ignore qilayotganimni ko'rsatadi. Ya'ni boshqalar endi odamlar nimadir ekan desam, boshqa videolarni qo'ymayotgan bo'lardi. Katta ehtimol bilan hamma ham bu unaqani qo'llab-quvvatlavermaydi endi. Vaqtim bekor ketayotgan ekanda endi shu shartmi hozir endi qo'ysenchi deydiganlar ham topiladi-da. Bu men buni hozir shanba kuni olaman videoni. Qolgan videolarni ham ko'plarini shanba kuni olaman o'zi. Aytganimdek, bu personal brand qurmayapman. Shanba kuni vaqtim bor. Shu kameraga qarab, shu o'rganganlarimni boyagi dokumentary qilib qo'yish o'zi ko'p narsa emas-da va mana shu o'ylash bizni o'sha boyagi boshqalarning fikrini ignore qilishni osonlashtirsa, nima foydalanish kerak emas. To'g'rimi? Va shu Alex Hormozdan ham bitta qoida, use if useful. Foydali bo'lsa ishlat. Ya'ni u nima farqi yo'q, uni kim aytayotdi, nima yo'q, foydalimi? Use if useful. Useful bo'lsa ishlatish kerak. Mana shu narsa foydalimi? Ishlatib ko'ring. Ya'ni foydali bo'lyapsa, ishlatib ko'ring. Men nimadir oldim, mana shu narsani, nimadir videoni ko'rdim, mana shuni aytdi. Bo'l, ishlatib ko'raman. Va xohlagan narsamiz, mana shu narsa xohlamoqchiman, men mana shu narsani qilishni xohladim. Ya'ni men hayotimni qaysidir qismlarini dokumentary qilib qo'yish, bilganlarim, o'rganganlarim ulashish qaysidir ma'noda va o'zim uchun shu anaqa bo'lib qoladi. Ya'ni men keyinchalik videolarni ko'rib reflection qilib, o'sha payt shunaqa o'ylagan ekanman, o'sha payt mana shu videoni ko'riboq, mana shu xulosaga kelib, aytib ekanman, ozgina qilmagan ekanman. Nimadirlar chiqib qolsa kelajakda, mana shunaqa narsa kerak bo'ladi, men shuni yozayotganim uchun. Bunaqa bo'lmasa esimdan chiqib ketadi, shu bilan anaqa bo'lmaydi. Ya'ni data kerak-ku odamga ko'rib, tahlil qilish uchun nimadir kerak-da. Va mana shu narsa yozib olayotgan narsa shuning uchun ham qilinyapti. Ba'zida lekin biz xohlagan narsa o'zgarib turadi bilsangiz. Menda ham haqiqatan bo'lgan. Nimadir xohlab, nimadir boshlaganman-da, keyin u narsa xohlamay qolganman. Ya'ni boshqa narsa xohlab qolganman yoki bo'ldi, bu bunchalik muhim emas ekan degan nimadir undan keyin nimadir informatsiya olganman-da. Yoki kimdir aytgan, mana qanaqa nimadir tushuntirib berishgan menga, desam bu haqiqatan hozir unaqa narsa kerak emas ekan menga degan narsani qasr payt realize qilasiz, tushunib yetasiz, bo'ldi, anglab yetdingiz va to'xtatasiz shuni ishni. Qiziq qolganlarga bu qana ko'rinadi? Babu, aytdim senga o'zi yoki to'xtatdi mana bu ham. Yo'q, men prosta uni xohlamay qo'ydim. Ya'ni xohlayotgan narsam o'zgardi. Va mana shu narsa ham odatda anaqa, men ozroq ichimdan anaqa ko'ngilda g'ash qiladi-yu baribir. Ya'ni biz o'ylaymizki, bitta odam nimadir narsani ishlatsa va keyinchalik o'zgartirsa, mana shu xohlayotgan, mana shu xohlardi, xohlayotgani uchun qilyapti o'zi. To'xtatdi shu narsani, ya'ni xohlamay qo'ydi, qilmayapti. Biz o'ylaymizki, demak shu to'xtatgungacha bo'lgan bu yoqdagi qilgan ishlar hammasi xato bo'lgan. Yo'q, xato bo'lmagan o'zi ular aslida. Ular o'sha payt uchun to'g'ri bo'lgan. O'sha payt undagi bor ma'lumotlar, undagi vaziyat uchun to'g'ri bo'lgan. U feedback oldi, keyin qanchadir boshqa vaqt davomida unga feedback keldi, u yangi narsa o'rgandi, boshqa narsa, yangi insightlar, yangi mental model, qanaqadir nimadir narsa. Endi ular noto'g'ri bo'lib qoldi. Va eng qizig'i bu qanaqadir ojizlik emas. Ya'ni bizda yaxshi narsa bor. Siz nimadir haqida fikringizni o'zgartirsangiz, unaqa ojizlik, anaqa nima? Sign of weakness deydi-yu. Unaqa emas. Naborot, u kamdan kam odam o'zi noto'g'riligini tan olib, agar nimadir haqiqat tursa,
o'zini noto'g'riligini tan olib, egosini yengib, ha bo'ldi shunaqa ekan turib o'zgartira oladi o'zi aslida. Bu o'zi kuchlilik belgisi. Asli. Lekin biz shuni qilmaymiz. Eng qizig'i o'sha boyagi sunk cost fallacy bor. Biz nimadir qilib qo'ygan bo'lamiz, endi shu narsani qilib qo'ydik deb turib, boyagi o'zgartiramiz. Endi shuncha paytda men shunaqa deb o'ylab yuruvdim, men shunaqa deydi. Endi hozir buni o'zgartiradigan bo'lsa odamlar endi nima deb o'ylab qolar ekan, shu paytgacha unaqa bo'lmadi-yu. Yo'q, bemalol. Ya'ni o'zingiz aytmoqchi bo'lsangiz, men agar shunaqa o'ylayotgan bo'lsam, who am I apologizing to? Men kimdan uzr so'rayman? Meni hayotim-ku bu. Men xohlayotdim, xohlamayman. Ya'ni banan yegim kelyapti, banan sotib oldim, olib keldim, xariding turibdi, lekin endi banan yegim kelmayapti, endi olmayim kelyapti. Banan turursa, men sekin korzinkaga chiqib, yana olib kelaveraman. Shu payt, men banan olib kelib qo'ydim, nima endi sen nima qilasan bor? Assalomu alaykum. Meni hayotim uzr, yegiz kelsa yeb qo'ying men bananim. Turibdi yoki haliroq yeyman. Prosta hozirgi paytda endi men anaqa olmayim kelib qoldi. To'g'rimi? Yoki bilan mana qanaqa o'xshash bo'ldi. Xolos, mana shunaqa narsa-da. Nimadir narsa eng qizig'i boyga aytdik-ku, nimani xohlashimizni anglab yetsa, erishishimiz oson bo'ladi. Lekin mana shu xohlayotgan narsamizni anglab yetdik, lekin u xohlagan narsamiz o'zgarishi mumkin keyinchalik. Bu bitta bo'ldi, mana shu narsa xohladim, bo'ldi, oxirigacha shu. Yo'q, mana qanchadan qancha odam bor, mana shu narsani xohlagan, karyerasini boshlagan, o'xshamagan, boshqa bo'lgan, nimadir bo'lgan, yoki boshqa narsani xohlab qo'ygan, boshqa qanaqadir boshqa imkoniyatlar chiqqan, boshqa o'zgartirgan. It's totally fine. Okay, qilaverish kerak. Eng qizig'i bizda hamma narsani ham hamma narsani xohlaymiz, lekin xohlayotgan narsamizni to'lovini to'lash kelganda to'lamoqchi bo'lmaymiz. Ya'ni trade off deydi-ku, o'sha qilmaymiz. Ya'ni hop men bu narsani xohlasam, mana shu narsaga erishishni xohlamayman. Hop, mana narxi. Ya'ni hamma narsa narxi bor-ku, o'zi bu hech narsa tekin emas. To'g'rimi? Ya'ni men o'sha aytganimdek, men ko'p insonlarga influence qilmoqchi bo'lsam yoki boshqa g'oyalarimni yoki nima o'rganganlarimni ko'pchilikka yetkazib, ko'pchilikka manfaat yetkazib, shu boyagi agar shu boyagi onlayn akademiyamizda mana shu narsalarni boshlamoqchi bo'lsam va niyatim shu bo'lsa, xohishim shu xohlayapman. Demak, buni narxi bor o'zini. Ya'ni mana shunaqa videolar qilish kerak. Ya'ni buni video qilib, meni kimdirlar shu fikrlarimni yaxshiroq yetkazib bera oladigan qobiliyatimni shakllantirishim kerak. Qaysidir payt mana shu shanba kuni, mana shunaqa shanba kuni bo'lsa ham yoki yakshanba kuni bo'lsa ham maktabga kelib, mana shunaqa kontent qilib, ishlab, o'z ustida ishlanib, izlanib, ishlab, mana shunaqa qilishim kerak. Ya'ni mana shu price, you have to pay the price deydi, ya'ni narxini to'lashingiz kerak. Men xohlayapsiz, buni xohlayman deb korzinkadan hamma narsani xohlab chiqasiz, men kelsangiz, mana shuncha bo'ldi, siz, men to'lamoqchi emasman, pulim yo'q. Uzr deb bor, qaytarib qo'yib qo'yaman. Right? To'g'rimi? Ya'ni eng qizig'i odam inson sifatida biz hammasini xohlaymiz, ya'ni unaqa ham bo'lsin. Men hayotim muvaffaqiyatli bo'lay, lekin Instagram ham ishlataydi. Instagramni ham maza qilib 1-2 soatlab scroll qilib o'tiraveradi. Nimadir anaqa qilish kerak, sacrifice qilish kerak, ya'ni nimadir tanlov, buni tanlayapsizmi bo'ldi, buni tanlamaslik kerak emas. Yo'q, biz endi odamzod ham bu ham bo'lsin, bu ham bo'lsin, ham 5 ta barmog'ini ham tiqadi qo'liga, 5 ta qo'lini ham og'ziga tiqadi deydi. Mana shunaqada, ya'ni mana siz tog' uchiga chiqib, zo'r manzaraga guvoh bo'lmoqchisiz. Shu xohlaysiz. Demak, siz mana bu shu tog'i tepasiga chiqqungacha bo'lgan mashaqqatni qabul qilishingiz kerak. U mashaqqatsiz u manzarani ko'ra olmaysiz. Yo'q, men ham uncha anaqa terlamaydi, uncha anaqa mashaqqat qilmay, uncha og'ritmay, o'zimni tanamni og'ritmay, yengilroq chiqay va shu chiroyli manzara ham bo'lsin. Uzr, yengilroq chiqadigan bo'lsangiz, shu yarmigacha kelasiz, tog'i yoki sal balandroqga chiqasiz, o'sha manzara mana shu to'lagan narxingizga arziydigan manzara shu. U zo'r tepadan butun shaharni yoki butun unaqani kaftagidek ko'rinadigan manzarani ko'rmoqchiman. Bulutlarga yaqin tepaga. Hop, narxini to'lab qo'ying, chiqing o'sha tepasigacha, shuni o'qilib chiranib chiqing. Mana shu narsa. Mana shu narsani tushunishimiz kerak va o'zim tushunishga harakat qilayotgan narsa shu. Men demak, mana shu nimadir narsaga erishmoqchi bo'lgan narsalarim bor.
shularga erishmoqchimanmi, demak narxini to'lashga ham tayyor turishim kerak. Bu qaysidir payt shu aytganimdek shanba yakshanba ham ishlash, kunduzlari, kechalari, kech paytlari boshqa yoki o'sha qanaqadir bazmlarga, partiyalarga bormaslik, boshqa oila bilan kam vaqt o'tkazish. That's the price. Shu narx to'lash kerak. Eng qizig'i hormoziydan. Agar siz hammasini xohlaydigan bo'lsangiz, if you want it all, right? Life will give you nothing. Hamma narsani xohlaydigan bo'lsangiz, hech narsa bermaydi. Ya'ni hech narsasiz qolasiz. Hayot sizga hech narsa bermaydi. Shu bugunga aytmoqchi bo'lganim shu. Demak, qisqa xulosa qiladigan bo'lsak, bugungi videoda biz o'zimiz biror odam maslahatini eshitdik, nimadir oldikmi? Biz o'zimizga qanaqa ishlatib ko'rsak bo'ladi. Qanaqa qilib men o'zim uchun shu narsani ishlatsam bo'ladi degan narsani aytib ko'rish va o'sha maslahat olayotgan narsalarimiz, o'rganayotgan narsalarimizda qaysi qismi bizga foydali, qaysi qismi kerak emas, shuni aniqlay olish qobiliyatini rivojlantirishimiz kerak. Va shu boyagi nimadir narsa xohlaymizmi, shu xohladik, bilib olaylik o'zi nima xohlashimizni. Bilmasak, shu eng aytadi-yu, hali men nima xohlashimni bilmayapman desa bo'ldi, shuni top emasam, right? Ya'ni bor vaqtingni faqat shunga qarat emasam, shu topfolguncha boshqa hech narsa qilmadim, shu topfol shuni oldim. Bunga anaqa bor edi. Men zalga chiqishga vaqtim bo'lmayapti desa, aytadi-yu, o'tirib o'ylaymasam, ne vaqt bo'lmayapti ekan. Vaqt ajrating, ya'ni vaqt ajratib, o'zi vaqtingiz bo'lmayapti, chunki siz vaqt ajratmayapsiz, o'tirib o'ylab, o'zi nima ketyapti, qancha vaqt sarflayapman, qayerda vaqtim isrof bo'lyapti deb o'tirib vaqt sarflamayapsiz. O'shaning uchun ham boshqa ishlagan vaqtingiz yo'q-da. O'shaning uchun figure out what you want, nima xohlaysizni bilib oling birinchi. Nima xohlaysizni bildingiz, boshqalarni fikrlarini ignore qilamiz. Odamlar nimadir ekan, hech narsa demaydi. Nima desa to'g'risi. Shunchalik ko'p ish qilaylikki, shunchalik ko'p harakat, mehnat qilaylikki, muvaffaqiyatsizlikka uchrashimiz mantiqsiz bo'lib qolsa, ya'ni unreasonable bo'lib qolsa, bu haqiqatan bu o'zi arzidi mana. Haqiqatan shu muvaffaqiyatga yarasha ish qildi o'zi. Muvaffaqiyatsiz bo'lmas, muvaffaqiyatsiz bo'lib qolishning iloji yo'q edi o'zi. Shuncha harakat qildi. Xudo beribdi degan narsa. Shunaqa bo'lsin va yetib oldikmi o'sha joyga, keyin boshqalarga yordam berishga ham boshlaylik. Degan narsa. Endi men o'zim yetib oldim bo'ldi, hamma ish bo'ldi. Men endi sizlarga yordam bera olmayman emas. Aytganimdek, bu documentary. Men hali yetib bormadim, lekin yetib bormasimdan oldin men o'zimga yordam bermoqchiman. Ya'ni o'zim shu mana fikrlar, o'zimni bu men o'zimni kelajakdagi men uchun bu hozirgi narsalar investitsiya practice bo'lyapti. Qo'llab ko'ramizda. Shu. Rahmat, salomat bo'ling.